Assalomu alaykum aziz mana bugun biz Andijon viloyati Sharxon tumaniga o'sha ishga qaror qilganmiz. Xo'sh, bular bilan keladigan bo'lsak, yana 20 ga 240 dan 2 eshik, ya'ni romimizda yana 25 ga balandligi 150 dan 2 ta. Xo'sh, bular ochilish yopilishidan ko'rsatib o'tamiz. Ochilish yopilishlari cho'kka holatda. Romimizni ko'rsatib o'tamiz. Keyinisini ko'rsatamiz. Ishimiz yopilishlari. Endi romimiz. Shu bilan bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan zo'raki